HR uchun eng katta xatolarni bilasizmi? HR uchun eng katta xatolardan biri noto'g'ri xodimlarni ishga olish. Bu xatoliklar kompaniyaga vaqt, pul va obro'siga zarar yetkazishi mumkin. Quyidagi zararlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Birinchi, moliyaviy zarar. Noto'g'ri xodimni ishga olish kompaniyaga bir necha yo'l bilan zarar keltiradi. Ish haqqi va imtiyozlar, o'zini oqlamaydigan xodimga beriladigan oylik va bonuslar, ishga olish xarajatlar, e'lonlar, intervyular, HR va rahbarlarning sarflagan vaqt, trening va adaptatsiya, yangi xodim o'rganishi uchun sarflangan vaqt va mablag', ish samaradorligi, xato qilingan qarorlar, noto'g'ri bajarilgan ishlar biznesga bevosita zarar keltirishi mumkin. Xodimlarni yo'qotish. Noto'g'ri odam yomon muhit yaratib, yaxshi xodimlarning ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi, vaqt yo'qotish. HR va rahbar bu xodim bilan ishlashga vaqt sarflaydi. Yangi xodim qabul qilingungacha o'tadigan vaqt ichida jamoaga bosim, ish yuki ortishi mumkin. Noto'g'ri xodim bilan ishlash boshqa xodimlarning motivatsiyasini pasayishiga olib boradi. Uchinchi, kompaniya obro'siga zarar. Noto'g'ri xodim mijozlar va hamkorlar bilan ishlashda muammolar yaratishi mumkin. Ishchilar almashinuvi ko'payishi va biznesga nisbatan ishonchsizlik ortadi. Noto'g'ri xodimlar ketgandan keyin ham ularning ortidan qolgan ta'sirlar jamoaga uzoq vaqt ta'sir etishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, HR nima qilishi zarur? Aniq talablarni belgilashi, lavozim uchun kerakli ko'nikmalar va mosliklarni oldindan aniqlab olishi, sinov davri samarali o'tishi uchun sinov muddati davomida natijalarga qarab baholash, xulq-atvor va madaniyatga moslikni tekshirish, faqat texnik bilimlarni emas, balki kompaniya qadriyatlariga moslikni ham bilishi zarur. Assessment va testlardan foydalanish, boshqaruv qobiliyatlari, soft skillslari va real ish jarayonlarini tekshirib borishi zarur.